Bugun men pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan, ko'pchilik bilmay qolayotgan bir masalani tushuntirib beraman. Gap pensiyaga qo'shib berilishi mumkin bo'lgan qo'shimcha to'lovlar haqida ketadi. Eng achinarlisi shundaki, ayrim pensionerlar bunga haqli bo'lsa ham bilmagani uchun ariza bermaydi, hujjat topshirmaydi va oyma-oy o'z pulidan ayrilib yuradi. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, nogironligi bor shaxslarga, boquvchisini yo'qotgan oilalarga va pensiyaga chiqishga yaqin turgan fuqarolarga tegishli. Shuning uchun hozirroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu videoni oilangizdagi kattalarga yuboring. Chunki ba'zan bitta arza, bitta ma'lumotnoma yoki bitta tekshiruv odamga har oy qo'shimcha pul olib kelishi mumkin. Men ko'p yillardan beri pensiya masalalarini kuzatib kelaman va eng ko'p uchraydigan muammo shuki, odamlar faqat asosiy pensiya miqdorini biladi, lekin pensiyaga qo'shiladigan ustamalar, qo'shimcha to'lovlar, qayta hisoblash imkoniyatlari haqida yetarli ma'lumotga ega emas. Pensioner pensiya kartasiga qancha tushsa, shuni o'zining yakuniy haqqi deb o'ylaydi. Aslida esa ayrim hollarda pensiya miqdori qayta ko'rib chiqilishi, unga qo'shimcha to'lov qo'shilishi yoki ilgari hisobga olinmagan davrlar asosida pensiya oshirilishi mumkin. Avvallari ko'p ishlar qog'oz hujjatlar orqali yuritilardi. Fuqaro ish stajini tasdiqlash uchun mehnat daftarchasini, arxiv ma'lumotnomasini, ish haqi haqidagi hujjatlarni, harbiy xizmat, bola parvarishi, nogironlik, boquvchisini yo'qotish yoki imtiyozli davrlar bo'yicha alohida qog'ozlarni olib borish kerak edi. Hujjat yetishmasa, ko'pincha hisobga olinmay qolardi. Odam ham demak menga shuncha ekan deb qaytib ketardi. Hozir esa ko'p ma'lumotlar elektron tizimlar orqali tekshiriladi. Bu yaxshi tomoni. Lekin shu bilan birga muammo ham bor. Elektron bazada hamma eski ma'lumotlar to'liq chiqmasligi mumkin. Ayniqsa 1990-yillar, 2000-yillarning boshida ishlagan davrlar, tugatilgan korxonalar, qishloq xo'jaligi tashkilotlari, kolxoz, shirkat, kichik korxonalar, xususiy firmalar bo'yicha ma'lumotlar bazada noto'liq bo'lishi mumkin. Natijada pensionerning haqiqiy staji yoki ish haqi to'liq hisobga olinmay qoladi. Bu esa pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. Shu yerda eng muhim gapni aytaman. Ko'p hollarda davlat organi sizning har bir huquqingizni alohida kelib tushuntirib bermaydi. Siz o'zingiz so'rashingiz, ariza berishingiz, hujjatlarni topshirishingiz va tekshirtirishingiz kerak bo'ladi. Yashirishmoqda deganda men shuni nazarda tutaman. Ma'lumot oddiy odamga yetib bormaydi, tushunarli qilib aytilmaydi. Pensioner esa o'z haqqini bilmagani uchun pulni olmay yuradi. Birinchi navbatda, kimlar qo'shimcha to'lov yoki pensiyani oshirish masalasini tekshirtirish kerak? Men buni oddiy qilib tushuntiraman. Agar siz pensiyaga chiqqaningizdan keyin ham ishlagan bo'lsangiz, avvalgi ish stajingiz to'liq kiritilmagan deb o'ylasangiz, nogironlik guruhi o'zgargan bo'lsa, qaramog'ingizda mehnatga layoqatsiz oila a'zosi bo'lsa, boquvchisini yo'qotganlik holati bo'lsa, alohida imtiyozli toifaga kirsangiz yoki ilgari topshirmagan hujjatingiz topilgan bo'lsa, albatta pensiyangizni qayta tekshirtiring. Masalan, birinchi holatni olaylik. Opa 78 yoshda pensiyaga chiqqan. Pensiya tayinlanganda uning 24 yillik staji hisobga olingan. Lekin keyin ma'lum bo'ldiki, u 1990-yilgacha bir tikuv sexida ishlagan, ammo korxona yopilib ketgani uchun hujjatlar vaqtida topshirilmagan. Agar arxivdan yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatdan shu 5 yil staj tasdiqlansa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Bu har oy 1000, 100,000 yoki undan ko'proq farq qilishi mumkin. Aniq summa har bir odamning ish haqi, staji, pensiya turi va amaldagi tartibga bog'liq, lekin mohiyat bitta, hisobga olinmagan davr pulga aylanadi. Ikkinchi misol. Bir aka 6 yoshda pensiyaga chiqqan, lekin pensiyaga chiqqandan keyin yana 3 yil ishlagan. U o'ylaydi: men allaqachon pensionerman, endi ishlaganim pensiyaga ta'sir qilmaydi. Aslida ayrim holatlarda pensiyadan keyingi ish faoliyati, sug'urta badallari yoki tegishli ma'lumotlar asosida qayta hisoblash masalasi ko'tarilishi mumkin. Bu avtomatik bo'ladimi yoki ariza kerakmi? Buni hududiy pensiya bo'limidan aniq so'rash zarur. Ko'p odam aynan shu joyda yutqazadi, ishlaydi, soliq to'lanadi, lekin pensiya qayta ko'rib chiqilishi mumkinligini bilmaydi. Uchinchi misol. Bir pensionerning turmush o'rtog'i vafot etgan. Ayol o'z pensiyasini olib yuradi, lekin erining pensiyasi yuqoriroq bo'lgan. Ayrim vaziyatlarda boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, pensiya turini o'zgartirish yoki boshqa asoslar ko'rib chiqilishi mumkin.
Men bu yerda hamma uchun bitta qoida bor demayman. Chunki oilaviy holat, mehnat staji, yosh, nogironlik qaramog'idagi shaxslar kabi omillar muhim. Lekin tekshirtirish shart. Chunki ba'zan ayol o'zining kamroq pensiyasini yillar davomida olib yuradi. Holbuki boshqa tartib bo'yicha unga foydaliroq variant bo'lishi mumkin. 4-misol. Pensionerning qaramog'ida nogironligi bor farzandi yoki mehnatga layoqatsiz oila a'zosi bor. Bunday vaziyatlarda ayrim qo'shimcha to'lovlar, nafaqalar yoki ijtimoiy yordam turlari mavjud bo'lishi mumkin. Odamlar ko'pincha pensiya va nafaqani bir-biridan ajratmaydi. Menga pensiya tushyapti, demak boshqa hech narsa yo'q deb o'ylaydi. Aslida esa ijtimoiy himoya tizimida alohida yo'nalishlar bor. Pensiya, nafaqa, moddiy yordam, kompensatsiya, parvarish bilan bog'liq to'lovlar. Har birining sharti boshqa. Shuning uchun bitta idoradan rad javobini olganingiz bilan hamma eshik yopildi degani emas. 5-misol. Inson uzoq yillar zararli, og'ir yoki imtiyozli sharoitda ishlagan bo'lishi mumkin. Masalan, shaxta, kimyo korxonasi, issiq seks, tibbiyotning ayrim yo'nalishlari, pedagogika yoki boshqa imtiyozli toifalar bo'yicha ishlaganlar bor. Bunday hollarda oddiy staj bilan maxsus stajni farqlash kerak. Oddiy ish staji borligi bir masala, imtiyozli ish sharoiti tasdiqlangani boshqa masala. Agar mehnat daftarchasida lavozim nomi noto'g'ri yozilgan bo'lsa, buyruq nusxasi, shtat jadvali, ish joyidan ma'lumotnoma yoki arxiv hujjati kerak bo'lishi mumkin. Birgina lavozim nomidagi xato odamning imtiyozga bo'lgan huquqini yo'qqa chiqarib qo'yishi mumkin. Endi kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar siz pensiya tayinlangan paytda barcha hujjatlaringizni to'liq topshirgan bo'lsangiz, mehnat stajingiz elektron bazada ham, hujjatda ham to'liq aks etgan bo'lsa, keyin yangi holat yuz bermagan bo'lsa, qaramog'ingizda qo'shimcha asos beradigan shaxslar bo'lmasa, nogironlik guruhi yoki oilaviy holat o'zgarmagan bo'lsa, sizda qayta hisoblash uchun yangi asos bo'lmasligi mumkin. Lekin men baribir kamida bir marta pensiya ishingizni ko'rib chiqishni tavsiya qilaman. Chunki odam o'zi bilmagan hujjat yoki davr keyin topilishi mumkin. Men ko'rgan eng keng tarqalgan xato shuki, pensionerlar menga shunday tayinlangan, endi o'zgarmaydi deb o'ylaydi. Pensiya bir marta tayinlanib, umrbod hech qachon tekshirilmaydigan narsa emas. Qonunchilik o'zgarishi mumkin, sizning shaxsiy holatingiz o'zgarishi mumkin. Yangi hujjat topilishi mumkin. Elektron bazaga yangi ma'lumot tushishi mumkin. Demak, huquq ham qayta yuzaga kelishi mumkin. Endi istisnolar, nozik joylar va ko'pchilik sezmaydigan masalalarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Qo'shimcha to'lov hamma pensionerga bir xil berilmaydi. Kimdir eshitib qo'shimcha pul berilarkan deb pensiya bo'limiga boradi. U yerda esa sizga tegishli emas deyishadi. Bu har doim ham noqonuniy rad javobi degani emas. Chunki qo'shimcha to'lovlar aniq shartlarga bog'liq. Masalan, nogironlik guruhi, yosh, mehnat staji, pensiya turi, oilaviy holat qaramog'idagi shaxslar, ilgari ishlagan sharoitlar, hujjatlarning mavjudligi barchasi muhim. Ikkinchi nozik jihat. Men ishlaganman degan gapning o'zi yetarli emas. Pensiya tizimida asosiy masala tasdiqlash. Ya'ni siz ishlaganingizni hujjat bilan isbotlashingiz kerak. Mehnat daftarchasi, ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyrug'i, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi to'g'risidagi ma'lumot, soliq va badal ma'lumotlari, harbiy xizmat hujjati. O'qish yoki bola parvarishi bilan bog'liq hujjatlar ayrim holatlarda kerak bo'lishi mumkin. Agar hujjat yo'q bo'lsa, guvohlar orqali tasdiqlash masalasi ham ayrim holatlarda ko'rilishi mumkin. Lekin bu murakkabroq va har doim ham oson kechmaydi. Uchinchi nozik jihat, ariza berilgan sana muhim. Ko'p qo'shimcha to'lovlar yoki qayta hisoblashlar ariza berilgan kundan, keyingi oydan yoki qonunda belgilangan tartibdagi sanadan boshlab amalga oshiriladi. Odam huquqi borligini 2 yil keyin bilsa, har doim ham o'tgan 2 yilning hammasini undirib ola olmasligi mumkin. Shuning uchun keyin boraman. Vaqtim yo'q. Farzandim kelganda ko'ramiz deb yurish pul yo'qotishga olib keladi. Hujjatni bugun topshirish bilan bir oy keyin topshirish o'rtasida ham farq bo'lishi mumkin. 4-nozik jihat. Pensiya miqdori oshishi uchun faqat staj emas, ish haqi ham muhim bo'lishi mumkin. Ba'zi odamda staj ko'p, lekin hisobga olingan ish haqi past bo'lgan. Boshqa odamda esa ish haqi yuqori davrlar hujjat bilan tasdiqlanmagan. Masalan, bir kishi yil oddiy maoshda ishlagan, keyin 5 yil yaxshi maosh olgan, lekin aynan o'sha 5 yil bo'yicha hujjat topilmagan. Natijada pensiya pastroq hisoblangan bo'lishi mumkin. Agar arxivdan ish haqi haqidagi ma'lumot topilsa,
bu pensiya miqdoriga ijobiy ta'sir qilishi ehtimoli bor. 5-chi nozik jihat, pensiya bo'limiga og'zaki borib so'rash bilan ish bitmaydi. Men doim aytaman. Muhim masalada yozma ariza qoldiring. Og'zaki javobni ertaga isbotlab bo'lmaydi. Xodim sizga tegishli emas dedi. Siz chiqib ketdingiz. Lekin nima asosda tegishli emas? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi norma qo'llanildi? Bular yozma ko'rinishda qolmaydi. Yozma ariza berganingizda esa sizga rasmiy javob berilishi kerak bo'ladi. Ana shu javob keyingi harakatingiz uchun asos bo'ladi. 6-chi nozik jihat, ayrim pensionerlar qo'shimcha to'lov so'rasa, mavjud pensiyasi kamayib qoladigandek qo'rqadi. Odatda odam qayta hisoblashni so'raganda maqsad huquqni aniqlash bo'ladi. Lekin har bir holatda avval mutaxassisdan hisob kitobni tushuntirib berishni so'rash kerak. Ayniqsa pensiya turini o'zgartirish masalasida ehtiyot bo'lish lozim. Masalan, yoshga doir pensiyadan boquvchisini yo'qotganlik pensiyasiga o'tish yoki boshqa pensiya turini tanlashda qaysi biri foydaliroq ekanini oldindan hisoblatish kerak. Ko'r-ko'rona ariza berish emas, hisob kitobni ko'rib, keyin qaror qilish kerak. 7-chi nozik jihat, bank kartasiga pul tushishi bilan hisob kitob varaqasini tekshirish boshqa narsa. Ko'p pensioner faqat SMS ga qaraydi. Lekin pensiya qanday tarkibdan iborat? Asosiy pensiya qancha ustama bormi? Qo'shimcha to'lov bormi? Ushlab qolish bormi? Avvalgi oy bilan farq nimada? Bularni bilmaydi. Agar har oy bir xil summa tushayotgan bo'lsa ham bu hammasi to'g'ri degani emas. Kamida vaqti bilan pensiya bo'limidan yoki tegishli elektron xizmatlardan ma'lumot olib, hisob kitobni tekshirish kerak. 8-chi nozik jihat, mahalla ijtimoiy xodim pensiya bo'limi, bandlik organi va tibbiy mehnat ekspertizasi kabi tizimlar bir-biriga bog'liq bo'lsa ham vazifasi bir xil emas. Masalan, nogironlik guruhi bo'yicha masala tibbiy xulosa bilan bog'liq. Pensiya miqdori esa pensiya organi tomonidan hisoblanadi. Moddiy yordam masalasi esa boshqa tartibda ko'rilishi mumkin. Odam bitta joydan javob olgach, hammasi shu ekan deb o'ylamasligi kerak. Muammo qaysi to'lov turiga taalluqli ekanini aniq ajratish kerak. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, o'zingizning pensiya ishingiz bo'yicha ma'lumot oling. Hududingizdagi pensiya bo'limiga boring yoki mavjud elektron xizmatlar orqali pensiya tayinlashda qaysi stajlar, qaysi ish haqi davrlari, qaysi hujjatlar hisobga olinganini so'rang. Oddiy savol bering. Mening pensiyam qanday asosda hisoblangan? Qaysi ish joylarim hisobga olingan? Qaysi davrlar kiritilmagan? Ikkinchi qadam. Mehnat tarixingizni qog'ozga yozib chiqing. Qaysi yildan qaysi yilgacha qayerda ishladingiz? Korxona nomi qanday edi? Lavozimingiz nima edi? Taxminiy maoshingiz qancha edi? Korxona hozir bormi yoki tugatilganmi? Barchasini yozing. Ko'p odam pensiya bo'limiga borib, hayajondan ayrim ish joylarini aytmay qoladi. Uyda xotirjam yozib chiqsangiz hech narsa esdan chiqmaydi. 3-chi qadam, hujjatlarni yig'ing. Mehnat daftarchasi, pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, sti yoki jasashir ma'lumotlari, harbiy bilet bo'lsa, nikoh yoki vafot haqidagi guvohnoma kerak bo'lsa, farzandlar tug'ilganligi haqidagi guvohnomalar, nogironlik bo'yicha ma'lumotnoma, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi haqida ma'lumotlar, ishga qabul qilish va bo'shatish buyruqlari nusxalari, bularning hammasi vaziyatga qarab kerak bo'lishi mumkin. Hamma hujjatni bitta papkaga soling, asl nusxa va ko'chirmalarni alohida qiling. 4-chi qadam. Arxivga murojaat qiling. Agar eski ish joyingiz yopilgan bo'lsa, korxona yo'q, demak hujjat ham yo'q deb o'ylamang. Ko'p korxonalarning hujjatlari davlat arxiviga, doiraviy arxivga yoki huquqiy voris tashkilotga topshirilgan bo'lishi mumkin. Arxivga murojaatda korxona nomini, ishlagan yillaringizni, lavozimingizni, tug'ilgan sanangizni aniq yozing. Men falon yillarda ishlaganman. Ish staji va ish haqi bo'yicha ma'lumotnoma berishingizni so'rayman deb yoziladi. 5-chi qadam, pensiya bo'limiga yozma ariza bering. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin. Mening pensiya ishimni qayta ko'rib chiqib, hisobga olinmagan ish stallarim, ish haqi davrlarim, qo'shimcha to'lov va ustamalarga bo'lgan huquqim mavjud yoki mavjud emasligini tekshirib berishingizni so'rayman. Agar aniq hujjat topshirsangiz, ilova qilinadi deb ko'rsating. Arizadan nusxa olib qoling, qabul qilingan sanasi va raqamini yozdiring. 6-chi qadam, og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Agar sizga bo'lmaydi deyishsa, muloyim, lekin qat'iy qilib yozma javob so'rang. Yozma javobda rad etish sababi ko'rsatilishi kerak. Masalan, hujjat yetishmayaptimi? Staj tasdiqlanmadimi? Qonundagi shartga tushmayapsizmi? Pensiya turi mos emasmi?
Buni bilishingiz kerak. Sababni bilmasangiz muammoni tuzata olmaysiz. 7-qadam hisob kitobni solishtiring. Agar siz yangi hujjat topshirdingiz va pensiya qayta hisoblandi desa, yangi summa qanday hosil bo'lganini so'rang. Oldingi pensiya qancha edi? Yangi pensiya qancha bo'ldi? Qaysi sanadan boshlab to'lanadi? O'tgan davr uchun farq to'lanadimi? Qachon tushadi? Bularni aniq bilib oling. Keyingi oy ko'rasiz degan gap yetarli emas. Siz huquqingizni tushunishingiz kerak. 8-qadam farzandlar va yaqinlar pensionerlarga yordam bersin. Men buni alohida ta'kidlayman. Keksa odamlar ko'pincha idoraga borishga qiynaladi. Hujjat to'plashni bilmaydi. Kompyuter yoki elektron xizmatlardan foydalana olmaydi. Farzandlari esa pensiyasi tushyapti-ku deb e'tibor bermaydi. Aslida ota-onangizning pensiya ishini bir marta tekshirib berish katta yordam bo'lishi mumkin. Ba'zan oyga 1000 so'm qo'shimcha ham yiliga 1.200.000 so'm degani. Agar farq undan ko'p bo'lsa, bu keksa odamning dori-darmoni, oziq-ovqati yoki kommunal to'loviga katta yengillik beradi. 9-qadam. Shubhali vositachilardan ehtiyot bo'ling. Men pensiyangizni oshirib beraman, falon pul bering degan odamlarga ishonmang. Qonuniy pensiya qayta hisoblash uchun pora ham, tanish bilish ham kerak emas. Kerak bo'ladigan hujjat. Ariza va qonuniy asos. Agar kimdir pul evaziga kafolat bersa, bu xavfli. Rasmiy idoralarga murojaat qiling. Arizani ro'yxatdan o'tkazing. Javobni yozma oling. 10-qadam. Qonunchilikdagi o'zgarishlarni kuzating. Pensiya, nafaqa ustama, kompensatsiya va ijtimoiy yordamlar bo'yicha tartiblar va miqdorlar vaqti bilan o'zgarib turadi. Bugun sizga tegishli bo'lmagan narsa ertaga shartlar o'zgarsa tegishli bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun ishonchli manbalarni kuzatish, rasmiy xabarlarni tekshirish va tushunmagan joyingizni mutaxassisdan so'rash kerak. Men yana bir muhim narsani aytaman. Pensionerning huquqi faqat pul miqdori bilan tugamaydi. U o'z pensiyasi qanday hisoblanganini bilishga, hujjat topshirishga, qayta ko'rib chiqishni so'rashga, rad javobini yozma olishga va zarur bo'lsa yuqori turuvchi organlarga yoki sudga murojaat qilishga haqli. Bu janjal qilish degani emas. Bu o'z haqini tartibli, qonuniy va madaniyatli talab qilish degani. Bugungi mavzuning asosiy mazmuni shuki, pensiyaga qo'shiladigan to'lovlar, ustamalar yoki qayta hisoblash imkoniyatlari haqida ko'pchilik yetarli ma'lumotga ega emas. Kimdir stajni to'liq kiritmagan, kimdir ish haqi hujjatini topmagan, kimdir boquvchisini yo'qotganlik yoki nogironlik bilan bog'liq huquqini tekshirtirmagan, kimdir esa pensiyadan keyin ishlagan davri pensiyaga ta'sir qilishi mumkinligini bilmaydi. Natijada odamlar o'zlariga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan pulni olmay yuradi. Mening tavsiyam aniq, pensiya ishingizni tekshirtiring, hujjatlaringizni yig'ing, arxivdan ma'lumot so'rang. Pensiya bo'limiga yozma, ariza bering va javobni yozma oling. Ayniqsa ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularning hujjatlarini bir marta ko'zdan kechiring. Bu ish ko'p vaqt olmasligi mumkin, lekin natijasi har oy sezilishi mumkin. Sizning hududingizda pensiyaga qo'shimcha to'lov, qayta hisoblash yoki hujjat yetishmasligi bilan bog'liq holatlar bo'lganmi? Izohlarda yozib qoldiring, boshqalar ham tajribangizdan foydalansin. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner yaqinlaringizga yuboring. Chunki o'z haqqini bilgan odam o'z pulini yo'qotmaydi.